Assalomu alaykum. Ekorancho kuzatuvchilari. Bugun 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Ustozlarimizni bugungi bayram bilan tabriklayman. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin. Bola chaqalaring rohatini ko'rib yuringlar. Ekorancho kuzatuvchilari e'tibor bergan bo'lsalaring, bu ham sherkalla g'oz. Oqsoqlanib yuribdi. Bu yurolmay qoluvdi. Bunga ukol qildim. 10 kun ukol qildim, ta'sir qilmadi. Kommentariyada izoh qoldirsalar, kulni nomini aytaman. Keyin dori tomizdim og'zidan, retaptekadan olib dori tomizdim. Vitamin. Tomizdim, oyoqqa turdi, mana endi sekin yuribdi, araqlab ketgan. Masalan, buni sheriklari, masalan, buni sheriga mana o'zi juda ham katta bo'lib ketgan, katta bo'lmagan. Kasal bo'lgani uchun katta bo'lmagan. Buni alohida qilib ajratib, bu bilan hozir yana bitta g'oz bor, mana buni xo'lma g'o'riski bilan shetkalla g'oz bilan chatishgan. Ashi ham shunaqa yurolmay qoluvdi. Unga ham ukol qilmadim, unga tomizdim, vitamin tomizdim og'zidan. Bu ham oyoqqa turib ketdi. Qolganlari hammasi zo'r yaxshi katta bo'ldi. Asha bitta shu oqsoqlanib, baqilib yuribdi, mana yotib oladi. Bu makiyon shekilli, makiyonga o'xshayapti. G'oz bo'lganda oyoqlari bundan ham yo'g'on, kallasi katta bo'ladi. Yur. Mana bu mashina oqsoqlanib yuribdi. Yana dori tomizsam yaxshi bo'lib ketsa kerak. Bu qo'qqanidan ham kelib yem yeyolmayapti. Mana bular hozir ketishdi battan. Mana kelib yeyapti endi. Buni yana alohida qilib kattaroq qilish kerakmikin? Karamni yeyapti. Karamni g'ozlar yaxshi ko'radi. Mana shu eng katta dadalar mana shu naryoq degan. Bular xo'lma g'o'riski g'ozlar. Bularda xo'rozi yo'q.